Azizlar, sizlar bilan Mirishkor qishlog'ining nomlanish tarixini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Mirishkor nomi bilan ataluvchi qishloqlar boshqa hududlarda ham mavjud. Jumladan, Buxoro va Qashqadaryo viloyatida ham Mirishkor nomli qishloq bor. Xo'sh, Mirishkor so'zi qanday ma'noni anglatadi? Ba'zilar bu iborani o'z ishini yaxshi bilgan, o'ta iqtidorli dehqonga nisbatan qo'llab, Mirishkor dehqon deyishadi. Aslida-chi, tarixiy asarlarda yozilishicha, o'tmishdagi xon va amirlar zamonida ularning saroylarida turli mansab va lavozimlar bo'lgan. Ana shunday mansablardan biri Amir-ishkor mansabidir. Amir arabcha boshliq, rahbar, farmon beruvchi degan ma'nolarni bildiradi. Ishkor so'zi esa fors tojikcha ov degan ma'noni bildiradi. Bu ikki so'z birikib Amir-ishkor, ya'ni ov ishlari amiri degan ma'noni bildiradi. O'tmishda podshohlar huzurida muhim vazifalardan biri sanalgan Amir-ishkor tasarrufidagi bir necha o'nlab odamlar ov qilinadigan maxsus qo'rxonalar, o'rnatilgan lochinlar va hokazolar bo'lgan. Ov qilinadigan hududda chetdan keladigan kishilarning kirishi mumkin bo'lmagan. Shuning uchun bunday joylarni doimiy ravishda nazorat qilib turish maqsadida Amir-ishkor tomonidan maxsus tayinlangan odamlar o'z oilalari bilan shu yerlarda yashab turganlar. Ular yashaydigan joylar Amir-ishkor joyi deb atalgan. Keyinchalik bu so'z o'zgartirilib, qisqacha Mirishkor tarzida aytiladigan bo'lgan. Namangan tumanining Mirishkor qishlog'i ham qadimiy Axsikent podshohlari-yu Qo'qon xonlari ov qilinadigan maxsus qo'rxonalari zamirida tashkil bo'lgan va shunga nisbatan Mirishkor deb atalgan. Mirishkor yoki Amir-ishkor haqiqatan ham o'z ishining ustasi, bilimdoni sifatida tanilgan. Yana bir jihat shuki, ov ham ochiq davralarda turli joylarda olib borilgan. Dehqon ham o'z ekinini ochiq dalalarga, turli yerlarga ekkan. Ana shu jihatlar nazarda tutilib, ekin unmaydigan, yerdan hosil olgan, o'z ishining bilimdoni bo'lgan dehqonlarga nisbatan ham Mirishkor so'zi qo'llanib borgan. Hozirda qishloq, Toshbuloq, Xo'jaqishloq, Qurama, To'raqo'rg'on tumani qishloqlari hamda Namangan shahri bilan chegaradosh. Bugungi kunda Mirishkor hududida ikkita mahalla fuqarolar yig'ini joylashgan bo'lib, Mirishkor mahalla fuqarolar yig'inida 3175 nafar aholi istiqomat qiladi. Hududning maydoni 65 gektar. Farovon mahalla fuqarolar yig'inida esa 2704 nafar aholi yashab kelmoqda. Hududning maydoni 52 gektar. Mahallalar hududida bitta umumiy o'rta ta'lim maktabi, bitta davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti, 20 dan ortiq tadbirkorlik subyektlari faoliyat olib boradi. Qishloq ko'plab loyihalarda faollik ko'rsatib keladi. Bunga sabab aholining birdamligi, tashabbuskorligidir. Bizni kuzatishda davom eting. Videoni mirishkorliklarga yuborib qo'ying.